Assalomu alaykum. Bu safargi videoda 3 ta sinf uziplari orasidagi selektivlik haqida gaplashamiz. Suhbatdan oldin navodkalar haqida biroz eslatib o'taylik. Navodkalar bu hosil qilingan kuchlanish deb olsak, aytaylik, yuqori kuchlanishli lab liniyasida oporaga chiqqan holda olib boriladigan ishlar bo'lsa, masalan, aytaylik, bu qism liniyalar o'chirilgan bo'lsa ham, bu qismdagi liniyalarda elektr toki, yuqori kuchlanishli elektr toki mavjud bo'lsa, shularning elektromagnit maydon orqali bu tarafdagi liniyalarda ham kuchlanish paydo bo'ladi. Bu degani personal ish olib borolmaydi, chunki xavfli hisoblanadi. Buning uchun shu liniyalarni yerlashtirib, keyin olib boriladigan ishlarni davom ettirish mumkin. Va qoidasi bo'yicha ham maxsus yerlashtirgich qurilmalar bo'ladi. O'shalar orqali navodkalar hosil qilinayotgan kuchlanishlarni yerlashtirib olib, keyin ishlar olib boriladi. Hattoki liniyadan uzilgan o'tkazgichlarda qanday qilib tok paydo bo'ladi deb so'rasak, har bir tok o'tayotgan o'tkazgichda atrofida elektromagnit maydon hosil bo'ladi. Mana shu elektr maydonda ichiga tushib qolgan boshqa o'tkazgichlar bo'lsa, shu maydon ichiga kirib qolgan bo'lsa, o'sha o'tkazgichda ham tok paydo bo'lishni boshlaydi. Bunga misol transformatorni eslaylik. Birinchi chulg'amda tok bo'ladi, ikkinchi chulg'amda esa tok bo'lmaydi. Transformator shu holatda elektromagnit maydon orqali ta'sirlanib, ikkinchi chulg'amda ham kuchlanish paydo bo'ladi. Endi aytaylik, xuddi shu ishni mana bu 3 ta liniyadagi kuchlanish elektromagnit maydoni hosil qilgan bo'lsa, chaqmoq ham shunday elektromagnit maydonga ega bo'la turib, shunday kuchlanish hosil qila oladimi degan savolga albatta ha deb javob beramiz va shu holatlarni ko'rib chiqamiz. Bu rasmda ham e'tibor bersak, havo liniyasida to'g'ridan to'g'ri zarba berilgan. Bu yerda havo liniyasi bo'lmasa ham binoga to'g'ridan to'g'ri zarba bergan. Ikkinchi toifadagisi yaqin atrofda sodir bo'lgan, energiyasi ham yuqori hisoblanadi, ammo to'g'ridan to'g'ri zarba bermagan. Shu holatda albatta elektromagnit maydon hosil bo'lish natijasida atrofdagi barcha o'tkazgichlarda kuchlanish paydo bo'ladi. Uchinchi holatda esa ancha uzoqroqda chaqmoq chaqnagan bo'ladi. Bu holatda ham elektromagnit maydon orqali hosil bo'ladi atrofdagi barcha o'tkazgichlarda, ammo energiyasi pastroq bo'ladi. Kuchlanish ham nisbatan pastroq bo'ladi, masofa yuqori bo'lgani uchun. PUEda ham 7-tahririyatida havo liniyalari orqali kelgan bo'lsa, uzib o'rnatish kerakligi haqida yozilgan. Chaqmoqning ta'sirini o'tkazgichlarga qanday ta'sir o'tkazishi haqida bilib oldik. Endi boshqa xususiyati ham bor. Bu haqida hali mavzu ochilgani yo'q. Hozir shu haqida gaplashamiz. Suratdan ko'rib turganimizdek, kabellar ma'lum bir uzunlikka ega bo'ladi. Bu degani o'ziga xos bir induktivlikka ham ega degani. Ana shu liniyalarning induktivligi bor. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, ularda ma'lum miqdorda energiya to'planib va qayergadir sarf bo'lishi haqida ham bir alohida mavzu bor. Shuni hozir suhbatlashamiz. Avvalgi darsliklarda o'tganimizdek, 3 ta toifa, 3 ta sinf uziblar mavjud. Ana shu 3 ta uziblar orasida ma'lum masofalarni ham qoidalariga muvofiq saqlash kerak. Nega aynan shu masofalarni belgilangan degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Bu sxemada ko'rib turganimizdek, birinchi toifa uzib, ikkinchi toifa uzib va uchinchi toifa uzibga mansub kaskad ko'rinishidagi sxema ko'rsatilgan. Ana shu sxemada e'tibor bersak, har birining orasida 10 metr 10 metrdan masofa belgilangan. Bu sxemada agar 10 metrdan kichik bo'lsa deb yozgan qizil bilan va e'tibor bersak, ikkala
uziplar orasidagi mana bu induktivlik g'altagi o'rnatilgan. 0 liniyasida ham, fazalar liniyasida ham induktivlik o'rnatilgan. Shart shuki 10 metrdan kam bo'ladigan bo'lsa deb yozgan. Buni tushunishimizdan avval induktivlik effektini o'rganib chiqishimiz kerak. Aytaylik, bir releyni oldik deylik. Reley yoki bir g'altak bo'lsin va unga doimiy tok manbai bo'lgan akkumulyator yoki batareyani uladik. Mana bu yerda ulanish kaliti bor mavjud. Shunda tokimiz bir yo'nalishda oqib o'tadi va g'altagimiz iste'molchi o'rnida xuddi mana bu yerda ko'rsatilgandek xizmat qiladi. G'altak orqali tok bemalol o'tadi, hech qanday qarshilikka uchramaydi. Ammo elektronika kurslarida ham bu haqida batafsil o'rgatiladi, ya'niki ana shu yopiq kontur, ya'ni yopiq zanjir holatida kalitni birdaniga uzsak nima bo'lishi haqida alohida bu haqida o'rgatiladi. Keling shuni ko'rib chiqamiz. Yopiq zanjir paytida bu oddiy iste'molchi bo'lib turadi, ammo kalitni uzishimiz bilan bu darrov o'zida to'plagan energiyani orqaga otib yuboradi. Bu holatni обратный выброс induktivnosti deyiladi. Buni qanday tushunish mumkin? Induktivli g'altagi ham xuddi kondensator kabi o'ziga xos bir xususiyatlarga ega. Induktivli g'altagi o'zida energiyani to'plash xususiyati bor. Kondensatorlarda zaryad to'playdigan bo'lsa, bunda esa tokni to'plash xususiyati bor. Qanday deysizmi? Birinchi holatga qaytamiz. Doimiy tok manbaiga ulangan holda tok oqib turadi. Ammo kalitni uzishimiz bilan shu nuqtalarda oscillograf bilan kuzatadigan bo'lsak, mana bu yerda oscillogramma ko'rinishi shakli xuddi shunday bo'ladi. 24 voltlik tok manbai ulangan edi. Kalitni uzishimiz bilan teskari tarafga mana bunday impuls ko'rinishida otilish sodir bo'ladi. Ya'ni обратный выброс deyiladi. Shu narsa energiyani o'zidan chiqarib yuboradi. Bu qanday jarayon, qanday sodir etilyapti degan savollar albatta ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Gap shundaki, induktivlikni shunday xususiyatlari bor. Sama induksiya deyiladi. O'z induksiya degan xususiyatlari bor. Induktivli g'altagi orqali o'tayotgan toklarni shu zanjir uzilgan paytda induktivlik g'altagimiz tokni oqib o'tishini to'xtatmaslikka, balki davom etishiga harakat qiladi. Ya'ni o'zida to'plab qolgan energiyani tashqariga chiqarib yubormoqchi bo'ladi. Ya'ni sistemaga qaytarishni boshlaydi. Buni xuddiki tasavvur qilishimiz mumkin. Mana tok bunday oqib kelayotgan edi. Zanjirni uzgan edik, birdaniga teskariga ketib qolishni boshladi. Xo'p, boshida mana bunday edi. Xuddiki iste'molchi edi. Zanjirni ochishimiz bilan, ya'ni zanjirni uzishimiz bilan o'zi tok manbaiga aylanib qoladi. Xuddiki o'zi ham tok manbaiga aylanib qoladi. Buni mana bunday misol bilan keltirishimiz mumkin. Akkumulyatorimizni plus qutbi orqali, kalit orqali kelayotgan edi. Kalit uzilganida обратный выброс, ya'ni teskari energiyani chiqarib yuborish kuzatiladi. Shu holatda xuddiki plusi tagida bo'lib qoladi. Holbuki plus bu yoqdan kelayotgan edi. Minus tepada, plus pastda bo'lib qoladi. Buni qanday tasavvur qilamiz desak, xuddiki ikkita batareyani ketma-ket ulagandek bo'lamiz. Elektronika kursida ham eslaymiz. Batareyalar, akkumulyatorlar ketma-ket ulanganda kuchlanishlar qo'shiladi. Ya'ni yig'indisi umumiy kuchlanishni beradi. Xuddiki ikkita batareyani ketma-ket ulaganingizda 24 48 voltni berganidek, bu holatda ham kuchlanish ortib ketadi. Ammo teskari yo'nalishda ortgani uchun mana oscillogrammada ko'rishimiz mumkin. 24 volt bergan edik releyga, ya'ni katushka reley g'altagi deb tasavvur qilsak, 24 voltlik. Birdaniga zanjirni uzdik. Impuls ko'rinishda otilish bo'ldi, teskari otilish. 95, ya'ni -95 voltgacha chiqdi amplitudasi.
va sekin so'nib qaytdi. Ya'ni energiyasi bu yerda tugadi. Eslaymizki, ketma-ket ulanganda batareyalar kuchlanishlari qo'shiladi. Parallel ulaganda kuchlanishlari o'zgarmasdan qoladi, ammo sig'imi, tok kuchi ortadi. Bu yerda ham o'xshashroq holat bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilish uchun shunday bir chizdim. Bu holatda ham zanjir uzilganda teskari energiyani otib yuborish kuzatiladi. Xuddiki mana bu oscillogramma kabi. Mana bu grafikda ko'rishimiz mumkin. Ammo bu salbiy tomonini allaqachon yechimini o'ylab topishgan. Bu holat nimasini zarari bor desak, masalan, bu zanjirda boshqa qurilmalar bo'lsa, masalan, odatda tranzistor o'rnatilgan bo'lsa, tranzistorni kuydirib yuborishi mumkin. Bu hech gap emas. Diod bo'lsa, diodni kuydirib yuborishi mumkin. Ana shu kuchlanishni ortib ketishi impuls ko'rinishidagi shu zanjirdagi elementlarni kuydirib qo'yishi mumkin. Buni oldini olish maqsadida diod bilan shuntlash mumkin. Buni qanday yechimini amalga oshirilgan desak, quyidagicha bo'ladi. Zanjir orqali oqib o'tayotganda, xuddiki iste'molchi edi, zanjir uzishimiz bilan g'altakni o'zi tok manbaiga aylanadi. Bu yerda zanjir uzilgan, ammo g'altakdagi tok esa, ya'ni energiya to'planib qolgan edi, ana shu tok chiqib ketishi kerak o'zidan. Shu tokimiz bu yo'nalishda davom etadi. Diodga mana strelkasi ham tayyor. Diod strelkasi bo'yicha o'ziga zamykaniya, ya'ni o'ziga qisqa tutashuv bilan energiyani o'tkazib yuboradi. Shu bilan energiya tez so'nadi. Va bu qurilma effektiv holatda ishlab beradi. Bu xuddiki mana shunday deb tasavvur qilsak bo'ladi. Tok manbaiga aylanib qoldi. Plus holatida anodiga beramiz. Bu esa katodi. Shu holatda tok manbaimizdan chiqayotgan impulsni so'ndirgan hisoblanadi. Xuddiki bu o'zidan chiqayotgan energiyani o'ziga urib yuborish bilan barobar. Albatta, g'altakka zarari yo'q. Bu holatda yechim sifatida nima qo'llanganligini tushuntirib o'tdik. Bu kifoya qiladi. Va shunda oscillogrammani tekshiradigan bo'lsak, mana impuls otilishi yo'q. Impuls otilishini mana so'ndirgan holatda 24 volt kelayotganda birdaniga zanjirni uzdik, kuchlanish tushib ketdi, ammo bu yoqqa otilish bo'lmadi. Mana shu holatda zanjirni himoya qilib qoldi. Ana shu holatdan kelib chiqib, chaqmoq urganda ham o'xshash holatlar kuzatiladi. Keling shu haqida ko'rib chiqaylik batafsil. Ko'rib turganingizdek, birinchi sinf uzib, ikkinchi va uchinchi sinfdagi uziblar. Oralarida masofalar bo'ladi. Ana shu masofalarni inobatga olishimiz shart. Har bir kabelimizning 1 metri taxminan 1 mikrogenri induktivlik beradi. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, suratimiz Edvard Bazilyan vebinarlaridan olindi. U kishi chaqmoq himoyasi bo'yicha ekspert hisoblanadi. Rossiyada o'sha oliygohda ta'lim beradigan professor hisoblanadi. U kishini darsliklaridan foydalanamiz. Bu yerda mana ko'rsatilganidek, e'tibor bersak, har bir metr kabelimiz 1 mikrogenri taxminan induktivlik beradi. Ana shu 1 mikrogenrini formulalarga qo'yib hisoblasak, taxminan 100 kilovolt beradi. Ya'ni shunday bir xavfi bor. O'sha induktivlik vibrosi deb aytamiz, obratniy vibros, ya'ni teskari energiyani chiqarib yuborishi chaqmoq urgandan keyingi o'zida saqlab qolgan energiyani chiqarib yuborishi 100 kilovolt har bir metrga tashkil etadi formula bo'yicha. Xavfni qanday darajada ekanligini tushungandirsiz. Ushbu suratda ko'rib turganingizdek, uziblar klemmasiga ulanadigan kabellarni uzunligi ham ahamiyatga ega. Mana L1 deb nomlangan, L2 deb nomlangan. Bularni uzunligi albatta e'tiborga olinadi. Kabellar odatda dumaloq shaklda, ularni induktivligi yana ham o'z aksini topadi. Kabellar shaklida keyingi darslarda alohida o'tamiz, oxirgi darslarda alohida o'tamiz. Hozir mana
induktivlikni qanday yomon oqibatlarga olib kelishini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda birinchi klass uzib ko'rsatilgan, bu yerda ikkinchi klass uzib ko'rsatilgan. Bu yerda esa himoya qilinadigan qurilma. Chaqmoq impulsi kelganda bu yerda orasida kabel bo'ladi. Endi induktivlik ko'rinishda chizib qo'yilgan. Kabel ham induktivlik o'rniga o'tadi degani. Endi tasavvur qiling. Har bir metrda 100 kilovoltgacha shakllanishi mumkin bo'lsa, buni oqibati nima bo'lishini o'ylab ko'raylik. Ushbu suratga e'tibor beraylik. Birinchi toifani razryadnik deb qabul qilaylik. Ikkinchi toifani, ya'ni ikkinchi klass uzibni varistor deb tasavvur qilsak, birinchi bilan ikkinchini orasida kabellarning uzunligi bo'ladi. Ana shu kabelning uzunligi ma'lum bir induktivlikni beradi deb hisoblasak, g'altakni chizib qo'ysak bo'ladi o'rniga, ya'ni ekvivalenti ko'rinishida. Mana pastda ham birinchi bilan ikkinchi toifa orasida 10-15 metr ko'rsatilgan. Ikkinchi bilan uchinchi toifa orasida 10-15 metr ko'rsatilgan. Bular nima uchun? Ya'ni har bir metrimiz taxminan 1 mikrogenri induktivlik bersa, bu ancha yuqori kuchlanishni o'zida saqlab qolib, zanjir uzilganda o'zidan energiyani chiqarib yuborishga harakat qiladi, bu tabiiy. Va oqibatda iste'molchi bo'lgan qimmatbaho maishiy texnikalarimiz kuyishiga olib keladi. Shuning uchun uziblar orasida selektivlikni saqlash kerak. Ana shu selektivlikni saqlash uchun ham orada induktivlik kerak bo'ladi. Bu induktivlik kabel ko'rinishida va masofa ko'rinishida bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bu yerda 10 metrdan kam bo'lsa, induktivlik qo'yasan, o'rnatasan degani. Nega aynan induktivlik, bu nima beradi degan yana boshqa savollar tug'ilishi mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, odatda birinchi klass uzibda razryadnik o'rnatilgan bo'ladi. Yoki iskralik razryadnik yoki gaz razryadnik o'rnatilgan bo'ladi. Oldingi darslarni eslasak, gaz razryadniklari tezligi ancha sekin hisoblanadi, ancha past tezlikda harakat qiladi. Bu xuddiki og'ir yuk mashinasiga o'xshaydi. Varistor esa yengil mashinaga o'xshaydi tezligi bo'yicha. Gaz razryadnigimizni tezligi taxminan 100 nanosekunddan 5 mikrosekundgacha edi. Varistorimiz esa 20-50 nanosekundlar atrofida edi. Bu degani birinchi uzib toifasidan ko'ra ikkinchi sinf uzibi tezroq ishlaydi degani. Endi tasavvur qiling. Chaqmoq urdi, bu tarafdan kelyapti. Bu tarafdan kelyapti, ya'ni mana buni misol qilib aytadigan bo'lsak, birinchi qaysi biri ochiladi? Chaqmoq urganda, kuchlanish ortib ketganda birinchi qaysi ochiladi? Albatta tezroq ishlaydigani ikkinchi toifadagi, ikkinchi sinfga mansub varistor ochiladi, chunki uning tezligi 20 nanosekundni tashkil qilardi. Razryadnikning tezligi 100 nanosekundni tashkil qilardi deylik. Albatta bu sekinroq, keyinroq ochiladi. Bu nima oqibatga olib keladi? Chaqmoq urganida bu hali yopiq turgan bo'ladi. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, chaqmoq urib ikkinchi toifaga o'tib ketadi. Bu nima oqibatga olib keladi? Varistor, ikkinchi sinfdagi varistorni energetik quvvati pastroq hisoblanadi. U ko'tara olmaydi. Unday katta energiyalik impulsni, 10 ga 350 bo'lgan formadagi impulsni ko'tara olmaydi. Natijada chaqmoq davom etadi, harakatida, yo'lida davom etadi va uchinchi toifa va iste'molchi bo'lgan tarafga o'tib ketadi yuqori energiya bilan. Natijada maishiy texnikalar kuyib ketadi. Shu holatni oldini olish uchun uziblar orasida selektivlikni saqlash kerak bo'ladi. Bu ish qanday amalga oshiriladi? Bu ish drossellar yordamida yoki solenoid, g'altak deymiz, katushka deymiz, induktivlik yordamida amalga oshiriladi. Induktivlik qanday xususiyatlarga ega? Eslasak agar, induktivligimiz yuqori frontga ega bo'lgan impuls ko'rinishdagi harakatlarga juda katta qarshilik ko'rsatish xususiyati bor. Impuls g'altaklari o'zidan o'tayotgan tok qanchalik sokin, bir me'yorda bo'lsa, qarshilik ko'rsatmaydi. Ammo tok birdaniga ko'tarilib ketadigan, shiddatli bo'lsa, tokni xarakteri shiddatli bo'ladigan bo'lsa,
o'tkir formada bo'ladigan bo'lsa, ana shunday shiddatga nisbatan induktivlik g'altagi ham shiddat ko'rsatadi qarshilik bo'yicha. Induktivlikni ana shu xususiyati juda qo'l keladi. Bu degani 10 mikrosekund ichida ko'tarilib, fronti juda o'tkir bo'lgan va energiyasi katta bo'lgan tokni o'ziga katta qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Bu xuddiki juda yuqori frontga ega bo'lgan impulsga birdaniga devordek, mustahkam devordek qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Bu degani tok kuchi bu yerga o'tib ketishdan chegaralanib qoladi. Shu vaziyatda birinchi toifadagi uzibda kuchlanish ortib boradi. Bu esa o'z navbatida elektr yoy hosil bo'lishiga olib keladi, ya'ni duga hosil bo'ladi. Duga hosil bo'lganida shu ikkita kontakt orasidagi gazimiz plazmaga aylanadi, elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan gazga aylanadi va u juda ham qarshiligi past hisoblanadi. Bir necha ohmni tashkil qilishi mumkin. Shu holatda avvalgi darsliklarni eslaydigan bo'lsak, gaz razryadniklarimiz 200 kiloampergacha hattoki energiyani so'ndira olish qobiliyatiga ega. Bu yerda bu katta qarshilikka aylanib qolgan edi. Xuddiki bu yerda uzildi deb hisoblasak, bu yerda kuchlanish to'planib ketib qoldi va razryad yoy hosil bo'lishiga yetarli bo'ldi va bundan duga hosil bo'lib tok yerga o'tib ketdi, ya'ni katta energiya yerga o'tishni boshladi. Shunda frontimiz 350 mikrosekund davomida pastga tushib boradi. Pastga tushib borayotganida, ya'ni bunda endi shiddati yo'q. Shiddati yo'q bo'lgandan keyin g'altakdagi qarshilik ham tushib borib, induktiv g'altagining qarshiligi ham pasayib boradi. Mana bu holatda impulsimiz so'nib borayotganda, ya'ni razryadnigimiz ishga tushdi, yerga o'tkazishni boshladi, katta energiya yerga o'tyapti. Shiddatli holatdagi impuls ko'rinishimiz endi tushib boryapti. Tushib borganda induktivlik g'altagimizning qarshiligi ham kamayib boradi va tokni o'tkazishni boshlaydi. Va tok o'tib, asosiy energiya yerga so'ngandan keyin qolgan qoldiq energiyalar bu orqali o'tadi va o'sha energiyaning quvvati 8 ga 20 bo'lgan mikrosekundni tashkil qiladi taxminan. Bunday energiyaga ega bo'lgan impulsni ikkinchi toifadagi uzibimiz so'ndira olish qobiliyatiga ega va uning kuchi yetadi, yerga o'tkazib yuboradi. Shu holatda mana oralaridagi selektivlik saqlanib qoladi. Ikkinchi toifa uzibimiz yerga o'tkazgandan keyin o'zidan keyin qolgan qoldiq energiya uchinchi toifaga uzatiladi. Bunda ham orasidagi selektivlik inobatga olinishi kerak. Kamida 10 metr bo'lishi kerak. Uchinchi toifa uzibimiz odatda u ham varistordan iborat bo'ladi. Uning tezligi yetarli bo'ladi. Ammo energetik jihatdan quvvati ikki xil bo'lgani uchun albatta orasida selektivlik saqlanishi kerak. Shuning uchun ham bu yerda kamida 10 metr ko'rsatilgan. Xo'p, kaskad montajni ko'rinishiga qaytamiz. Bu yerda mana ko'rsatilgan. Yerlashtirish tizimi ham juda muhim hisoblanadi. Yerlashtirish tizimiga, ya'ni zazemleniya tizimiga ham e'tibor beriladi. Xo'p, bu ko'rinishdagi kaskad yig'ilishi TNS ko'rinishidagi yerlashtirish, ya'ni zazemleniya turiga mansub hisoblanadi. E'tibor bersak, 3 ta faza eruvchan saqlagich o'rnatilgan, bu yerda razryadniklar o'rnatilgan va shu ko'rinishda neytralga ulangan. Neytral bilan PE, ya'ni zazemleniya konturiga esa gaz razryadniki ulangan. Bu 3P+N ko'rinishdagi sxema hisoblanadi. Bu yerda mana 10 metrdan kam bo'lsa induktivlik o'rnatish kerak degani. 10 metrni uzunligini o'rniga shu induktivlik xizmat qilib beradi degani. Ammo ko'p holatlarda ishlab chiqaruvchilar induktivlikni o'rnatmaydi. Ya'niki buni o'rnatish qo'shimcha xarajatlarga sabab bo'ladi. Holbuki kabelni o'zi bilan ham evlab ketsa bo'ladigan joy. Ikkinchi toifadagi uzibimiz ham eruvchan saqlagichlar orqali kelgan, varistor turidagi uzib bilan yig'ilgan va neytral bilan zazemleniya konturi orasida gaz razryadniki o'rnatilgan. Bu ham 3P+N ko'rinishdagi
ulanish sxemasi hisoblanadi. Uchinchi toifadagi uzipimiz esa 2 bilan 3 orasida 10 metr bo'lishi kerak kamida. Bu yerda esa varistor bilan gaz razryadniga kombinatsiya ko'rinishida ulangan. Bu ham xuddi shu sxemani, bu xuddi shu ulanishni ko'rinishi, ammo bu yerda bir fazi bo'ladi, ya'ni tarmoqlanishdan keyin bir fazi bo'lgani uchun ko'rinishdagi uzipimiz buni 1P plus N deb nomlanadi. Va yana shunday jihatiga e'tibor berishimiz kerak. Uchinchi toifa uzipimiz bilan iste'molchi orasidagi masofa 5 metrdan oshiq bo'lmasligi kerak. Iloji boricha yoniga iste'molchi bo'lgan o'sha himoya qilmoqchi bo'lgan texnikamizni bevosita yoniga o'rnatish tavsiya beriladi. Ammo shu masofa 5 metrdan oshmasligi kerak. Ammo yana shunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Birinchi klassdagi uzip bilan ikkinchi klass uzip orasi 10 metr emas, balki ko'proq bo'lishi mumkin. Aytaylik, asosiy tarmoqlash shitiga birinchi klass uzip o'rnatilsa, ikkinchi klass uzip bilan orasidagi masofa 30 metrni tashkil qilsa, agar masofa 30 metrdan boshlab va undan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, yana bitta T2 uzip o'rnatish tavsiya beriladi. 30 metrdan ko'payib ketgan holda energiyasi ham ko'payadi, shuning uchun ham o'sha uzipdan yana bir marta takror o'rnatilish tavsiya beriladi.